Assalomu alaykum. Bugun siz bilan juda ham ko'p joyda keladigan o'sha vaqtimiz haqida gaplashamiz. Ya'ni men sizga bugun harakat qilaman. Vaqt haqida juda ko'p joyda aytilmagan, juda ham qiymati baland bo'lgan ma'lumot va usullarni berishgan. Umuman olganda tushunishimiz kerak, biz o'zi rahbar sifatida ham, umuman odam sifatida vaqtimizni umuman qanaqa tarzda belgilashimiz, qanaqa tarzda ishlatishimiz va uni qaytarib bo'lmasligini tushunishimizda. 21-asrga kelib ishoninglar, o'sha vaqt va konsentratsiya, ya'ni diqqatni resurslarni tejash bu juda ham katta muammo bo'lib qolgan. Hozir yangi tadqiqot o'qib chiqdim. O'sha tadqiqotda yozilishicha doom scrolling degan tushuncha paydo bo'lgan. Doom scrolling degani bu olib Instagramga kirasang, reelslarni soatlab o'tkazib o'tirasiz. Keyingi reels. Xuddi dopamin beradi miyaga, xuddi keyingi reelsda, keyingi videoda, keyingi shortsda juda ham bitta muhim ma'lumot topasizdan hayotingiz o'zgarib ketadi. Lekin unaqa ma'lumot shu vaqtgacha topmagansiz, katta ehtimol bilan bundan buyog'iga ham topmaysiz. Mana shu narsa hozirgi kunda chekish bilan bir xil zararda ekanligini isbotlab berishgan insonning miyasiga. Kun davomida soatlab reels ko'rishingiz va kun davomida chekishingiz ikkalasini zarari miya uchun bir xil bo'lib qolgan. Hozir aynan mana shu proseslar haqida gaplashib o'tamiz. Nimalar o'rganasiz bugun? Bizda 12,000 kun borligini ko'rsatib beraman. Rahbar qanaqa vaqtni samarali boshqarish usullarini ko'rib chiqamiz. Usullarni amaliyotda qo'llash bo'yicha amaliy maslahatlarni berib o'taman. Xo'p, o'zim qisqa tanishtirib o'tadigan bo'lsam, 4 yildan beri boshqaruv faoliyatida ishlab kelaman. Asosiy yo'nalishim ta'lim, o'quv markazlar boshqarganman. Undan tashqari onlayn kurs sotuv kompaniyalariga konsultatsiyalar o'taman, shogirdlar tayyorlab berganman, tizim qo'yib berganman. O'zim ham Supermedia 2 yildan beri operatsion direktor sifatida faoliyat olib boraman. Hozirgacha $2 million ortiqroq zapuslar o'tkazdik. Bizni bozorda o'sha Supermedia ideali produktlar bilan tanishadi. O'sha bizning Supermedia kompaniyasida ekspertimiz Davron aka, bizda prodyuserimiz Anvar aka bilan birgalikda loyihalar olib boramiz. Ta'lim yo'nalishida hozirgacha o'sha aytib o'tganimdek o'nlab kompaniyalarga tizimlar operatsion direktor, project managerlar tayyorlab berganman. Xo'p, bu bizning jamoamiz. Mana shu jamoamiz bilan bir nechta mana shu O'zbekiston bozoriga foyda olib keladigan eng katta zapuslar o'tkazganmiz. Xo'p, vaqt nima ekan? Bu bizda o'sha qaytarib bo'lmaydigan resursimiz hisoblanar ekan. Даже puldan ham muhimroq bo'lgan narsa. Bu haqida ko'p to'xtalib o'tmayman. Juda ham ko'p hamma bilamiz vaqtimiz muhim ekanligini. Xo'p, endi kelinglar hozirlar bilan bitta xayoliy tajriba o'tkazamiz. Tajribamiz nima asosida bo'ladi? Xayoliy tajriba degani bu o'sha bugungi o'tilayotgan mavzumizni chuqurroq tushunishingizga yordam beradigan tajriba usuli. Tasavvur qilinglar, optimistik, ya'ni eng yaxshi holatda biz 90 yil yashaymiz degan. O'zbekistonda o'rtacha yosh o'sha 60-70 adashmasam, bu yerda narsani tushuninglar, Xudo biladi qancha yashashimizni. Bu narsaga hech qanaqa shak shubha yo'q. O'shaning uchun biz prosta hozir tasavvuriy tajriba o'tkazayapmiz. Deylik, 90 yil yashaymiz. Bunaqa holatda umrimiz qanaqa tarzda bo'linadi? Hayotimizning 3dan 1 qismi uyquga ketadi. Kuniga 6, 7, 8 soatlab uxlash bu normal holat. Uxlamaydigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizda jiddiy muammolar paydo bo'lish boshlaydi. Xo'p, yana 20 yil o'rganish ketadi. Ya'ni bizda yoshligimiz, bog'chadan boshlaymiz, bog'cha, maktab, litsey, universitet, mana shu proseslar hammasi nimaga ketar ekan? 20 yil bizani ma'lumotlarni o'rganishimizga, tahlil qilishimizga, til o'rganamiz, maktab bitiramiz, yangi soha o'rganamiz, o'sha yerda tajriba orttirish boshlaymiz. Undan keyingi 20 yillik bizda nima? Qarilikka ketadi. Qarang, bizda o'sha uyquga ketgan hayotimiz bor, dastlabki 20 yilimiz bor. Bizda 20 yoshgacha bo'lgan muddatimiz. Undan keyin ketdi, o'rtalig'i bor, o'rtani olmayapmiz, oxirida qariligimiz olyapmiz. 70 dan 90 gacha bo'lgan davrda olyapmiz. Bizda oxirida nima qolyapti? 33 yil aktivniy hayotimiz. O'rgangan yangi narsalarimizni joriy qilish boshlaymiz, ishlaymiz, oilali bo'lamiz, farzandli bo'lamiz. Mana shu prosesda qanaqa qilib hayotimizda o'sha 12,000 kunini qanday qilib o'tkazishimiz kerak? Tasavvur qilyapsizmi? O'sha bizning 33 yilimiz bor yo'g'i bizda nima bo'lar ekan? 12,000 kun bo'lar ekan. Tasavvur qiling. 12,000 kun biz qo'pol qilib aytganda kamroq yangi narsalar o'rganib, ko'proq o'rgangan narsamizni amaliyotga qo'llash haqida gaplashamiz. Kamroq kasalliklar haqida o'ylab, ko'proq o'zimiz aktiv hayotimiz haqida gaplashar ekanmiz, xudo xohlasa. Xo'p, 12,000 kun. Endi o'tirib o'ylasangiz bo'ladi, juda ham kam kun. Xo'p, nima qilishimiz kerak ekan bunaqa holatda? Bu narsani doimiy bizada e'tiborimizda, doimiy ko'zimizning oldida va bizning esimizdan chiqib qolmasligi uchun Pinarik degan bitta mashg'ulot bor, Pinarik degan usul bor. Unda qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, tasavvur qiling, sizda o'sha 40, 50, 60 yil bor. O'shalarni nima qilamiz ekan? Excelda jadvalga kiritamiz. Har kunda bir kunda galska qilib ketaveramiz. Ya'ni qo'limiz bilan o'sha kunni tugaganini tiq belgilab qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Men tayyor jadval tayyorlab qo'yganman. O'sha Telegram kanalimga o'tadigan bo'lsangiz, mana shu videoni pastiga ham o'sha Telegram kanal linkini qo'yib qo'yishadi. O'sha tayyor Excelni olib, shablonni olib, hozirdan foydalanishni boshlasangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda asosiy effekt nimada bo'ladi deydigan bo'lsangiz, sizda birinchi navbatda hushyor qilishni boshlaydi. Mana bir kun vaqtim ketdi, 2 kun qoldi, mana buncha vaqtim ketdi. Butun boshli hozir men
bitta kalendar ham ko'rsangiz bo'ladi. Kalendarda sizda har bitta ketgan kuningiz nima bo'lib galchka bo'lib ketish boshlaydi. Mana shunaqa tartibda siz o'zingizda vaqtingiz ketayotganini ko'rasiz va vaqt qadrlashga o'rganishingiz mumkin. Sizda har bitta galchkani qo'yganingizdan keyin bugun o'zi bironta foydali ish qildimmi yo'qmi? Bugungi kunim bekorga ketmadimi degan savollar miyangizda aylanishni boshlaydi. Ko'rinishdan juda ham sodda va oddiy usulda ko'rinishi mumkin, lekin amaliyotda har kuni mana shu ishni bajaradigan bo'lsangiz, har kuni mana bitta jadvalimiz bor, mana Pinarik mashqini jadvali. Ko'rib turganingizdek, mana shu sistema bo'yicha har kuni galchka qo'yib ketadigan bo'lsangiz, nima bo'lar ekan? Sizda katta ehtimol bilan vaqtingizni, kuningizni qadrlash boshlanar ekan. Endi bizada Pinarik mashqi bilan birgalikda hozir ikkinchi mashqimiz ko'rsataman. Ikkalasini sinxron ishlatadigan bo'lsangiz, natijasi yanada kuchliroq bo'ladi. Men shablonni Telegram kanalimga tashab qo'yaman. O'sha yerdan olib, bugunni o'zida olib foydalanishni boshlasangiz bo'ladi. Qarang, muhim joyi har doim kechqurun prosta tak mana bunday galchka qo'yish uchun qilinmayapti. 5-10 daqiqa vaqt ajratish kerak degan fikr qilish kerak, o'tirib fikr yuritish kerak. Galchkani qo'ydingiz bo'ldi. Bugun kunim qanaqa o'tdi? Ertalabdan mana bunaqa qildik, obedda mana bunaqa bo'ldi, kechqurun bunaqa miting o'tkazdik, bunaqa mana bunaqa xulosalar bo'pti kun davomida. Taq prosta tak bir haftada bir marta kirib, bir haftani taq galchka qilib chiqqaningizda hech qanaqa foyda yo'q. Har kuni kechqurun o'tiriladi, har kuni kechqurun o'sha bitta galchkani qo'yib 5-10 minut fikr yuritasiz. Kuningiz qanaqa o'tdi, nimalar qildingiz, nima yaxshi bo'ldi, nima yomon bo'ldi, o'zingiz nima qilishingiz kerak bo'ladi, analiz qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, xuddi shu mashqqa xronometrajlarni qo'shishimiz kerak. Xronometraj, lekin qarang, xronometraj yaxshi bo'lardi, bir oy bajaradigan bo'lsangiz, eng kamida 3 kun yo 7 kun bajarib ko'rish kerak. Xronometraj nimadan iborat bo'lsa, juda ham sodda mashq. Soatlar yozib chiqasiz, ertalab 7da uyg'ondingiz, 8 gacha bo'lgan oraliqda 7 dan 8 gacha nima ish qildingiz? Xronometraj qilib bo'lingan narsani yozish degani. O xronometrajda umuman ma'nosi teskariga qarab yurish degani. Orqadan teskariga qarab yurish. Soat 8 da o'tirasiz degan, 7 dan boshlab nima ish qildingiz? Uyg'ondim, yuvindim, zavtrak qildim, 10 minut kitob o'qidim. Bo'ldi. Soat 7 dan 8 gacha mana bunaqa ishlar qilindi. Endi soat 10 bo'ldi, yozasiz. Soat 8 dan 10 gacha nima ishlar qilgandingiz? 8 da demak ishga ketdim, ishxonada o'tirdim, ertalabki mitinglar o'tkazdim, moliyaviy muammolar hal qildim. Bo'ldi. O'sha 2 soat vaqt o'tib ketdi. Keyin yarim soat misol uchun reels ko'rdim yana. Rostini. Bitta muhim narsa xronometrajda alohida o'zingizni bironta elektron platformangizga, Notion, bilmadim, Telegram o'zingizga qanaqadir guruh kanalingiz bordir yoki tam zametki bordir, elektron yoki o'zingizni bloknotingizga yozishingiz kerak bo'ladi. Aniq nima ish qilganingizni halol ravishda. Ya'ni kimdir o'qib qolsa ertaga nima degan odam bo'laman, rahbar sifatida bu narsani yozganim to'g'rimi, kimdir ko'rib qolsa-chi deb ko'rmaydigan joyga yozing. Umuman hech kim o'qimaydigan, ko'rmaydigan joyga olingdan keyin hech bo'lmasa mana maslahatim bir kuningizni mana shunaqa o'tkazing. Bir kuningizni. Har 1 soatda emas, mayli, har 2 soatda yozib turing. Soat mana ketdi. Ertalab 8 da yozdingiz, 8 gacha nima ish qilganingizni, keyin 10 da yozdingiz, keyin 12 da yozdingiz, tushgacha, keyin 2 da, keyin 4, 6, 8, 10, kechasi 12 bo'ladi. Bo'ldi, shu bilan butun katta bir 2 varoq, 3 varoq narsa bo'ladi. O'tirib analiz qilasiz kuningizni qanaqa o'tganini. Keyin mana shu yerdan kelib chiqishni boshlaydi. Nimalar to'g'rilashingiz, nimalar to'g'rilamasligingiz kerakligi. Bu yerda nimaga aniqlar ekanmiz? Birinchi navbatda vaqtingiz qayerga qarab ketayotganini. Ya'ni har 2 soatda o'rtasida har doim reels ko'rish keladigan bo'lishi mumkin. Yoki hamkasbingiz bilan gaplashib o'tirish bo'lishi mumkin, telefonda ko'p gaplashib bo'lishi mumkin, yoki internetda nimadir ko'rish, futbol ko'rish, bilmadim. Vaqtingiz umuman olganda nimaga ketyapti ko'rinadi. Bittada ochiqlanib ko'rinadi. Nimaga hech bo'lmasam 7 kun o'tkazing deyilyapti qoida bo'yicha? Chunki bir kuni, qaysidir kuni juda ham bir ishdagingiz keladigan ko'p ish qilasiz. Qarasangiz, xronofaglar yo'q. Xronofag degani vaqt yutuvchilar degani. O'sha doom scrolling, reels ko'rib o'tirishingiz, telefonda ko'p gaplashishingiz, futbol temasida yoningizda odam bilan ko'p gaplashib o'tirishingiz. Umuman hammasi xronofag, ya'ni vaqt yutib yuboradigan, bu ketqizgan vaqtingiz uchun hech qanaqa foyda keltirmaydigan ishlar. Xronofaglar. O'shani topar ekanmiz. Bu yerda nima? 7 kun davomida har xil kayfiyatda bo'lasiz, har xil soatda uxlagan bo'lasiz. Mana shu joyi kulchovoy moment. Qaranglar, 7 kun o'tkazayotgan vaqtingizda odatda e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, yetarlicha uxlagan kunlaringiz 8 soat, 7 soat, 6 soat uxlagan kunlaringiz qanaqadir odatda qoidasi bo'yicha o'zi sizda ancha samarali o'tadi. Uyqungiz kam bo'lgan kunlari e'tibor beringlar, aqliy ishlarni qilishga energiya ajrata olmasligingiz mumkin. O'tirib strategiya qila olmasligingiz mumkin, analiz qila olmasligingiz mumkin. Yur tashqariga aylanib kelamiz, birga ko'proq gaplashib vaqt o'tkazib yuborish, ko'proq internetda nimagadir vaqt sarflab qo'yishingiz mumkin. Mana shu yerda keyin tushuna olasiz, hamma narsa faqat vaqt tejashga emas, balki aqliy energiyani to'g'ri ishlatishga, to'g'ri dam olishga e'tibor berishingiz
kerakligini. Shuning uchun mana shu ikkita narsaga fokus qaratishimiz kerak bo'lar ekan. Asosiy xronometraj mashqini ma'nosi shunaqa. Ishlarni qilib bo'lgandan keyin o'sha har 1 soatda 2 soatda nima ish qilganingizni detalni yozib qo'yishingiz kerak. Kechqurun mana shu narsani analiz qilish kerak. Meni tavsiyam hech bo'lmasam 7 kun ketma-ket har kuni mana shu narsani bajarib boring. Borsa bir 30 bet narsa yozasiz, bo'ldi. Ozgina o'zingiz analiz qilasiz. Ishoning, analiz qobiliyatingizni ham ancha yaxshilaydi bu narsa. O'rtada xronofaglar topasiz. Xronofag degani o'sha vaqt yutuvchilar, ya'ni sizga o'sha ketkizgan vaqtingizga proporsional hech nima bermaydigan narsalar. Misol uchun, bu realniy bo'lgan anaqa, men tanishim bir kim kattaroq yoshli odamdan eshitgandim. O'sha vaqtini tejash uchun nima qilgandi? 25 yil davomida chekkan, o'tirgandan bir kun hisoblab chiqqan. 25 yil davomida men har kuni 20 tadan sigaret chekaman. Bir pochka sigaret chekkan. Har bitta sigaret chekish uchun 5 minutdan vaqt ketgan. Bir pochka sigaret kimdir chekmaydigan bo'lsa, yo chekadigan tanish bo'lmaydigan bo'lsa, lofda aytilishi mumkin, yolg'on aytilishi mumkin, lekin ishoninglar 3 pochkalab chekkan odamlar taniyman men. Kuniga 20 tadan sigaret chekkan, 5 daqiqadan vaqt olgan, bir kunda 100 minut vaqti ketgan. 1 soat 40 minut vaqt ketgan. Salkam 2 soat. Bu 25 yil davomida takrorlangan. Tasavvur qilyapsizmi? Bu yiliga qancha vaqt olgan keyin bizda hisoblab ko'radigan bo'lsa, umumiy o'sha 365 kun vaqtimizdan har kuni 100 minut chekishga ketsa, bu 1 yil davomida почти 1 oy vaqt chekishga ketdi degan. 1 yil davomida tasavvur qilyapsizmi? 25 kun, 12 oyimizdan o'sha deyarli 1 oy chekishga ketgan. Mana shu narsani hisoblab ko'rganidan keyin, vaqt qanaqa ketayotganini ko'rgandan keyin, vaqtini, sog'liq haqida o'ylamasa ham, vaqtini qizg'anib, mana shu narsani tashlagan ekan. Shu narsani tushunib yetgandan keyin nima bo'lgan? Unda chekish tashlashga nima bo'lgan? Xohish paydo bo'lgan ekan. Umumiy xulosa qiladigan bo'lsa, har kuningizni savol bilan tugating. O'sha pinarnikda ham galchkani belgilayotganingizda nima bo'ldi? Bugun men maqsadimga yaqinlashdimmi? Qanaqa maqsadingiz? Birinchi maqsadingiz erkak kishi sifatida oilangizni ta'minlab qo'yish. Keyin ketdi boshqa maqsadlaringiz, missiyalaringiz taq bajarilishda boshlanadi. Zo'r bajargan bo'lsangiz, yaxshi qilgan bo'lsangiz, cho'tka, yo'q bo'ladigan bo'lsa, buni stressga tushib qolish uchun emas, balki analiz qilib o'zingizda o'sha xronofaglaringizni, vaqt yutuvchilaringizni aniqlashib, to'g'ri rejimga tushib, yaxshiroq, samaraliroq kunda o'tkazishga harakat qilishingiz kerak bo'lar ekan. Shu tarzda sekin-sekin nima qilasiz? O'zingizni o'zgartirishni boshlaysiz. O'ylaymanki, juda ham oddiy, sodda tuyulgan bu usullarni bajarasiz. Bitta narsani tushuning, usul qanchalik sodda, qiyin, murakkab, chiroyli, xunukligiga emas, balki uni amaliyotda qanaqa ishlashi muhim. Hozirgi narsani ham o'rganib, amaliyotda umuman qo'llamaydigan bo'lsa, sizga hech qanaqa naf keltirmaydi. Videoni qaysi payt ko'rayotganingizni bilmayman men. Hozir videoni tugashi bilan, men hozir tugatamiz. Shuni tugashi bilan telefonni o'chiringdan keyin mana shu vaqtgacha nima ishlar qilganingizni xronometrajga yozib chiqing. Kunni boshidan ertalab uyg'ondingiz, katta ehtimol bilan ertalab ko'rmayotgan bo'lasiz buni. Kechqurun ko'rayotganmiz yo betdan keyin ko'ryapsizmi? Ko'rayotgan joyingizgacha xronometraj qiling. Nimalarni qilib chiqdingiz, nimalar qildingiz kun davomida, o'shani bitta yozib chiqib, bitta analiz qiling o'zingiz uchun. Sekin mana shu yerdan mashqni momentalniy natijasini ko'rasiz. Xo'p, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Komandamiz bilan mana harakat qilamiz, yaxshiroq kontentlar qilib, sizga ko'proq foyda berishga. Videodan agar insightlar olgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozinglar. Men to'g'risi o'qib xursand bo'laman bu kommentariyalarni va yanada kuch bilan sizlarga ko'proq yaxshiroq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling.